Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun acute cystitis haqida gaplashib o'tamiz. Hammada bu haqida ma'lumot bo'lsa kerak, chunki acute cystit, ya'ni o'tkir sistit bizda o'sha davlatimizdan boshqa davlatlarda ham ko'p uchraydigan urologik kasallik hisoblanadi. Endi bu kasallik haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, inflammatory of urinary bladder, ya'ni bizada siydik qopi bor. Mana shu siydik qopini shilliq qavatini yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik, ya'ni o'tkir holat hisoblanar ekan. Surunkali holatini o'sha klinikasi o'tkir holatdagi klinikadan uncha farq qilmaydi. Va biz bu kasallikda nimalarni ko'rishimiz mumkin ekan? Birinchi navbatda suprapubic pain, ya'ni qo'l usti sohasidagi og'riq. Juda ko'p uchraydigan holat. O'sha bemor ham o'sha sohasini ko'rsatadi. Ya'ni qo'l usti sohamda og'riq bo'lyapti deb shikoyat qilib keladi. Va dizuriya. Azizlar, klinikani qo'yishda mana shu suprapubic pain va dizuriya juda muhim hisoblanadi. Va o'sha siyish akti bilan bog'liq bo'lgan buzilishlar hisoblanadi. Tez-tez siyish, og'riqli siyish, siyishni aktining buzilishi. Bizdan o'sha sistitni diagnozi qo'yish uchun super o'sha ma'lumot hisoblanadi. Va urinary frequency, ya'ni tez-tez siyish va urgent siyish, ya'ni argen tipdagi siyish. Bu nima degani azizlar? Bizada shunaqa narsa bor, ya'ni siydik qopi ma'lum bir hajmga yetgandan keyin bizda parasimpatik nerv sistemasi bilan simpatik nerv sistemasi qo'zg'aladi. Parasimpatik nerv sistemasi bizada siydik qopini qisqartirib, simpatik nerv sistemasi uni bo'shattiradi. Ya'ni bo'shashga harakat qiladi. Bizda interistik nima bor? Sfinkter bor, hozir buni ko'rsataman. Mana shu sfinkterni ochib berishga xizmat qiladi. Endi urgencyda mana shu simpatik va parasimpatik nerv sistemasi o'rtasida mutanosiblik hosil bo'ladi. Chunki shilliq qavatda joylashgan va ularda ham o'sha buzilish sodir bo'lgan. Va shu nerv tomonidan buzilish bo'lganligi sababli ham ozginagina siydik to'lsa ham, misol uchun kardiyalik 200 bo'lsin, kardiyalik 150 bo'lsin, siyish akti hosil bo'ladi va bemor tez-tez siyishni istagi paydo bo'lib qoladi bemorda. Endi azizlar, bizada bu yerda risk faktorlar berilgan. Bizada risk faktorlari nima deydigan bo'lsak, birinchisi, ya'ni ayol jinsiga mansub bo'lganlar. Ayollarda nima uchun ko'p uchraydi? Chunki uretra bizada siydik yo'li qisqa hisoblanadi. Anal sohasidagi o'sha infeksiya yoki bizada tashqi jinsiy a'zolar bor. O'sha tashqi jinsiy a'zolardagi infeksiyalar tepaga juda osonlik bilan ko'tariladi. Ya'ni uzoq masofa emas, qisqa masofa tezagina chiqib oladi. Va bizada seksual istak, ya'ni jinsiy istakda ko'p bo'lishi. Misol uchun erida bo'lib qolsa, erida ayoliga o'tishi mumkin yoki infeksiya bo'lsa, ayolda bo'lsa, ayolidan eriga o'tishi mumkin. Shunaqa nimalar. Va kateter qo'yishlik. Bizada o'sha maqsadsiz kateter qo'yishlik ham o'tkir sistitga sabab bo'ladi. Ya'ni risk faktor hisoblanadi bu narsa. Ya'ni o'shaning uchun kerakli paytda qo'yish kerak kateterni. Ya'ni siydik qopini o'sha bo'shatish maqsadida, ya'ni davolash va diagnostika maqsadida o'tkaziladi kateter qo'yish. O'shani ham to'g'ri maqsadda qo'yish kerak ekan. Va bizada diabetes mellitus, ya'ni qandli diabet. Qandli diabetda nimaga bunday bo'ladi degan bo'lsak, azizlar, bizada qandli diabetda qonda glyukoza miqdori ortadi. Glyukoza miqdori azizlar, bu bakteriyalar uchun ozuqa muhit hisoblanadi. Bakteriya uchun ozuqa muhit hisoblanar ekan va yaxshiroq ko'payadi. O'shaning uchun o'sha diabetes mellitus bo'lganlarda qo'pollik qilib aytadigan bo'lsak, siydigi ham shirin bo'lganligi sababli, ya'ni u yerda glyukoza bor va kultura yaxshi ko'payadi. Bakterial kultura juda tez ko'payadi va yaxshi ko'payadi. Va risk faktor bo'lishi mumkin ekan. Shunday. Endi keyingisini ko'radigan bo'lsak, impairment bladder emptying, ya'ni siydik qopini bo'shatishdagi muammolar. Nima muammo bo'lishi mumkin deydigan bo'lsak, azizlar, bizada erkaklarda ko'p uchraydi. O'sha siydik yo'llarida yoki siydik
chiqarish aktini buzilish bilan kechadigan prostata bezini adenomalari, giperplaziyalari bo'lishi mumkin yoki saraton bo'lishi mumkin. Va mana shunda bizada siydik chiqarish kanalini qisib qo'yadi. Siydik chiqarish kanalini qisgandan keyin kedalik biz masalan kuniga 5-6 marta boradigan bo'lsak, ularda kamroq va o'sha akt cho'zilib ketadigan bo'ladi. Ya'ni siydik chiqarish akti cho'ziladi. Va siydik chiqarish bilan bog'liq bo'lgan buzilish bo'lganligi sababli u siydik qopida ko'p dimlanadi, bakteriyalar uchun ozuqa muhit yaxshi ko'payadi va bu holatda ham bizada o'tkir sistitga risk faktor bo'lishi mumkin. Chunki u zaharni tez chiqarish kerak. Baribir uni tarkibida bakteriya bo'ladi. Va mana yerda biz klinikasini yaxshiroq ko'ramiz. Nima uchun o'sha urgency siyish akti paydo bo'ladi? Mana shu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. Azizlar, bizada pelvic nerv bor. Pelvic nervda o'sha parasimpatik, ya'ni qabul qiluvchi qismi bor, input. Va bu nima vazifani bajaradi deydigan bo'lsak, bu siydik qopini, mana shu siydik qopini qisqartirib berish vazifasini bajaradi va siyish aktini hosil qilib beradi. Ya'ni siydikni o'sha uretraga chiqarib beradi. Endi bizda o'sha gipogastrik nerv tarmog'i bo'lgan simpatik nervimiz bor. Bu simpatik nerv nima qiladi deydigan bo'lsak, azizlar, mana yerda internal uretral sfinkter bor. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana shu internal uretral sfinkterda nima qiladi? Qisqartiradi. Va buni qisqartirgandan keyin mana u yo'l yopiladi. Bu sfinkter yopiladi. Bu sfinkter yopilishini va mana u bladderda kengaytirib bo'shashtiradi. Va buning natijasida buning ichi siydik bilan to'ladi. Endi azizlar, bizada shu nerv bilan bog'liq muammo bo'lsa, bu sfinkter ishlamasa ham, ya'ni urgency holat, ya'ni tez siyish akti hosil bo'ladi. Ya'ni bemor siyish, mana bu siydik qopi o'zini hajmiga yetib, qachonki to'lgandan keyin mana bu akt hosil, nerv akti hosil bo'lgandan keyin shartsiz refleks chiqarsa unaqada bo'lmaydi. Ya'ni bizda o'sha 200 yoki 150 da ham bemorda siyish akti hosil bo'ladi va bemor hojatxonaga chopadi. Yoki mana bu pelvikda dedik, parasimpatik nerv sistemasi ta'sirchan bo'lib qolganida azizlar qisqartirib tashlaveradi. Qisqartirib tashlavergandan keyin ozgina siydik ham to'lsa, mana uning ichida siyish akti hosil bo'ladi. Va bu yerda biz ko'rishimiz kerak bo'lgan muhim narsalardan biri azizlar, bu o'sha klinika. Klinikada biz pelvinefritda emas, biz sistitni ko'rishimiz kerak. Sistitda biz nimani ko'ramiz? Birinchi navbatda bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, burning or urination, ya'ni siyishda achish hissini bo'lishi yoki o'sha siyishda og'riq bo'lishi ko'pchilik shikoyat qiladi. Meni siyisam deydi, peshob qilsam, siyish aktida og'riq bo'ladi. Ya'ni o'sha peshob qilishda og'riq bo'ladi, kuyadi, kuyish hissi bo'ladi. Va ikkinchisi frequency. Frequency haqida gaplashdik. Ya'ni bizada tez siyish. Uchinchisi esa bu urgency siyish edi. Ya'ni o'sha ixtiyorga bog'liq bo'lmagan holatda siyish aktini hosil bo'lishi. Va suprapubic pain azizlar. Suprapubic pain haqida gaplashdik biz. Ya'ni qovusi sohasida og'riq bo'lishi va gematuriya ham bo'lishi mumkin ekan. Gematuriya nima uchun bo'ladi azizlar? Chunki shilliq parda zararlandi, qon tomirlari ham zararlanadi va asosan terminal gematuriya bo'ladi. Mana shu narsa kerak, ya'ni terminal gematuriya. Terminal gematuriya deganda o'sha siyish aktini oxirida nima bo'ladi? Bemorda qon siydik bilan aralashib chiqadi. Asosan surunkali sistitlarda shunaqa bo'ladi. Va biz tepada aytdik, ya'ni mana shu uretrada kedaylik bu yerda bronxal o'sma bo'lsin tashqi tomondan yoki ichki tomondan o'sma bo'lsin yoki prostata bezi mana shu narsani qisib qo'ysa, bizda siyish akti buziladi. Bu ayollarda ko'rsatilgan, ko'rsalaringiz bo'ladi. Tashqi jinsiy a'zodan o'sha ichki tomondan ichki sfinktergacha juda qisqa masofa azizlar. Juda qisqa masofa. O'shaning uchun ayollar ko'proq sistit bilan og'riydi. Endi keyingi ko'radigan narsamiz azizlar, risk nima bu kasallikni keltirib chiqaradigan omillar nimalar ekan, ya'ni nimalar sababchi bo'lar ekan. Birinchi navbatda
bizada eng ko'p shu kasallikka sababchi bo'ladigan holatimiz bu Escherichia coli. Most common deyapti. Mana shu joyni nima qilmaylik. Escherichia coli bu most common hisoblanadi. O'sha kulturani aniqlaganda ko'proq holatda pyelonefritda yoki sistitda mana shu bizada bakteriyamiz sababchi bo'ladi. Va Staphylococcus saprophyticus azizlar bu narsani ham bilib qo'yishingiz kerak, chunki bu o'sha bizada sal qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, seksual aktiv bo'lgan ayollarda ko'proq uchraydi. Seksual aktiv bo'lgan ayollarda mana shu bakteriya ko'proq uchraydi va buni yuqtirib olib, o'tkir sistitga chalinish mumkin. Va bu yoqdagi mana bu azizlar Klebsiella va Proteus mirabilis bu pH muhitini nima qiladi? Bizada pH muhitini ko'paytiradi. Shu narsani unutmaslik kerak, chunki ishqoriy muhitda bu o'sha Klebsiella va Proteus mirabilis nima qiladi? Bizada ishqoriy muhitni ta'minlab beradi. Ishqoriy muhit bo'lgandan keyin amonifosfat toshlari ham hosil bo'lishi mumkin. Bu buyrak jomchalarida bo'lsin yoki o'sha urinary bladderda bo'lsin. Va bu nima uchun bunday qiladi? Proteus mirabilis chunki urinani ammonization qiladi, ya'ni ammoniyni keltirib chiqaradi. Ammoniy bo'lgandan keyin sidik ishg'ollanadi. Va biz azizlar laboratoriyasida nimani ko'rishimiz mumkin? Leykosit esteroza miqdori oshadi. Chunki bu kasallik aytdik, o'sha bakteriya bilan bog'liq bo'lgan infeksion bo'lganligi uchun o'sha yerda leykositlar g'uj bo'ladigan o'zidan esteroza fermentini ishlab chiqaradi. Va bu bizni o'sha diagnoz qo'yishga yordamchi beradigan bitta marker hisoblanadi. Ya'ni leykosit esteroza miqdori ortadi va nitritlar ham ortadi. Biz o'sha enterobakteriyalarda buni ko'rsak bo'ladi. Buning o'z mexanizmi bor, ya'ni nitritlarning hosil bo'lish jarayoni asosan azot 2-4 oksidi hosil bo'lib, ya'ni bizada pozitiv beradi. Va steril holatda bo'lar ekan, nimaga steril? Ya'ni steril piuriya deganda bizada urinani tekshirganimizda yiring bo'ladi, ya'ni urina sidikni tekshiramiz. Piuriya bo'ladi, ya'ni yiring bo'ladi, lekin bizada o'sha sidikda kultura bo'lmaydi. Bakteriyaning kultura bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bizada Neisseria gonorrhea degani va Chlamydia o'sha trachomatis agar bo'lganda bu hujayra ichi qo'zg'atuvchilar hisoblanadi, ya'ni hujayra ichida ko'payadi. Shuning uchun hujayra ichida joylashadigan siydikda chiqmaydi bular. O'shaning uchun bizada yiring bo'ladi, lekin urinada nima bo'lmaydi? Kultura bo'lmaydi. Bularni aniqlay olmaymiz. Lekin o'sha o'tkir sistitda belgilari kelib chiqadi. Bu ham diagnoz qo'yish uchun hayal hisoblanadi. Va azizlar, keyingi biz ko'radigan narsamiz o'sha davolashda bizada qanaqa dorilar ishlatiladi? Mana shu haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Ya'ni TMP, NCMX degani bu triamterin, sulfametaxazol degan dorimiz bor. Ana shu dorini o'sha bemorda vazniga moslab bersak bo'ladi. Va nitrofurantoin, biz buni furadonin nimasida bilamiz, nomida bilamiz.